Navbatdagi o'rnatuv jarayonimiz Navoiy viloyati Navbahor tumaniga avtomatik rolslarni temir stalligini o'rnatib berganmiz. Yoniga kaltkasiga ham joy tashlab berganmiz. Jarayonimiz bitdi mana. Hozir ichkaridan ko'rinishini ham ko'rsatamiz uy ichidan. Bizda katta radioblok, svet bo'lmaganda urushning holati. Bizda komplektimizda ikkita pult ham bo'ladi. Darvozamiz o'ziga xos uslubda tayyor bo'ldi. Jarayonimiz bitdi mana. Darvozamizni narxiga keladigan bo'lsak, kvadrat $90 dan $140 gacha bo'ladi. Mahsulotimiz Turetskiy Alisel firmasiga qarashli mahsulotlarimiz. Diametri 77 ga, qalinligi 19 bo'ladi. Ichi penib bo'kak, 2 qavatli, kraskalari o'chmaydi, ko'chmaydi, shumshoqonga chidamli, issiq sovuqqa yaxshi. Mana ish jarayonimiz bitdi. Akamizga pultini topshirmoqdamiz. Aka, rahmat. Qutlug' bo'lsin. Salomat bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Katta rahmat sizlarga. Men bunchalik o'ylaganimdan ham tez bo'ldi, tez keldi. Kutmagandim. Sifati bunaqa bo'ladi deb o'ylaganim yo'q. Juda zo'r bo'lgan ekan. O'zimdan bir qarab nima qildim. Chiroyli. Rahmat. Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Borlaringizga shukr. Nasib qilsin aka. Xizmatini qilib charchamaysizlar. Rahmat aka. Salomat bo'lingizlar. Salomat bo'ling.